Assalomu alaykum. Akam dachani qarang, Yevro dacha, high tekstilda. To'r suti, 6 ta xona, basseyn, zimni, letniy basseyn, hamma narsasi bilan kuniga 4 millionga nima deyapti? 4 million kuniga Chorvoda shunday joyi zo'r, Korzinkani oldida. Kichkina bir oila bilan kelib dam olib ketadigan joy. Dachamizning shartlaridan bittasi faqatgina shu oilaga beriladi. Dachani ko'rsataman, tapchalari, letniy kuxnyalari, hamma narsasi bor. Qishda ham kelsa bo'ladi, yozda ham kelsa bo'ladi. Sauna, basseyn, 2 ta basseyni bor. Buni vidini qaranglar, vashchi chiroyli. Eng yaxshisi Korzinka 5 qadam. Shundan nariyoqqa chiqsa Korzinkadan shunday qilganda high-tech dacha. Dachamizning katta mana holi, televizor, PlayStation hamma narsa bor. Bu yerda zimniy basseyni bor. Hozir ko'rsataman. Zimniy basseyn yangi remontdan chiqqandan keyin hali suv to'ldirilmadi. Dushovoylari hamma narsasi bor. Oilaviy kelib dam olib ketishga juda ham zo'r joy. Uzog'i bir 8 ta odamgacha qo'ysa bo'ladi. Mana birinchi etajni spalnisi. Hali bir kun ham hech kim arendada turmagan. Hech kimga topshirilmagan, yangi, yaxshi ozoda joy so'rashganligi zo'r mana. Oilasi bilan kelib dam olib ketadigan. Birinchi etaj sanuzili. Ikkinchi etajda spalnilarni ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi etajda mana diskisi bor o'zini. Bitta sanuzil bilan взрослый spalnisi bor. Bu mana sanuzil. Dushovoy. Взрослый spalni. Okey, mana buni qarang, vidi nima deyapti. Вообще zo'rda. Shu dachamizning zimniy letniy basseynlar bilan kuniga 4 milliondan. Faqat oilaviylarga. Hali hech kimga qo'yilmagan yangi dacha. Chorvoda shunday Korzinkani oldida.